Assalomu alaykum. Yurak kasalligi nega xavfli? Yurak butun tanaga qonni yetkazib beradi. Agar yurak ishida muammo bo'lsa, miya, buyrak va boshqa a'zolarga ham zarar yetadi. Infarkt va insult aksariyat holatlarda to'satdan keladi, lekin bu to'satdan emas, yillar davomida to'plangan muammolar natijasidir. Asosiy xavf omillaridan eng ko'p uchraydiganligi qon bosimining yuqori bo'lishi, xolesterinning oshishi, qandli diabet, chekish, ortiqcha tana vazni, doimiy stresslarda yashashdir. Agar qachon tekshiruvdan o'tish kerak desangiz, sizda tez charchash, nafas qisilishi, ko'krakda noqulaylik, puls buzilishi bo'lsa, bu yurakdan signal bo'lishi mumkindir. Siz 40 yoshdan katta bo'lsangiz, shikoyatingiz bo'lmasa ham 1 yilda kamida 1 marta qon tahlillari, EKG va shifokor ko'rigidan o'tish zarur. Yurakni qanday asrash mumkin deysizmi? Yurakni asrash qiyin emas. Har kuni kamida tong sahar 30 daqiqa yurish, tuz va yog'li ovqatlarni kamaytirish, o'rniga esa meva va sabzavotlarni ko'paytirish, stressni nazorat qilish va albatta dorilarni faqat shifokor maslahati bilan qabul qilish kerak bo'ladi. Rahmat hammaga.